Ətiyyaz pəsli avlod qoldirishning yomonmi obdan bir pəsli bu. Rayonimizga o'xshash 4 xil pəsl nihoyat aniq ayrilgan shunda bir yurt yashayapmiz. Hamda mushu ətiyyaz pəslida jahondagi barliq jonliq, qushqochlardan boshlab hayvonlargacha, hattoki o'simliklargacha hammasi qaytadan hayotlikqa, jonliqqa qaytadan kirayotgan bir pəsl. Ham mushu jonliqlarningki kuylash pəsli dal mushu ətiyyaz pəsli. Mushu qish vaqtlarida homildor bo'lmagan ba'zi ayollarimiz dal mushu ətiyyaz pəslida homildor bo'lish nisbati nihoyat yuqorilaydi. Chunki dal mushu jonliqlarningki kuylash pəslida ayollarning ham erlarningki hormonlarning ajralishi eng yuqori pallaga chiqadi. Dal mushu vaqtda qish paslida homildor bo'lmagan ayollarimiz balki mushu paslda homildor bo'la olishimiz mumkin. Shunga mushu ətiyyaz pəslining muhit deymiz, yemək, içmək, temperatura qatorliqlarni yaxshi tanishib qilib bersanglar, balkim qo'saq ko'tarolmagan ba'zi xonim qizlarimiz mushu paslda boshqa paslga qaragan chaqda qo'saq ko'tarish nisbati alohida yuqori bo'ladi. Shunga yosh to'y qilmagan qiz yigitlarimizning to'yini bo'lsa, mush ətiyyaz pəsliga o'rinlashtirib, vaqtida homildor bo'lib, oilanglarga, jamoatinglarga bir xushallik elib kelishinglarni chin ko'nglimdan umid qilaman.